Assalomu alaykum Instagram xalqi. Srochna kirdim, srochna Instagramga kirdim. Buguncha dam olaman degandim Instagramdan. Lekin ammo mana bemaza rejissyorni intervyusini ko'rib, davleniyalarim miyalarimga chiqib ketdi. Ahad Qayum senga quta bormi? Senga quta bor ekanmi, bilay, dalbayob. Seni ko'tingdagi po'qlaringni aytib beraymi? Star House reklama qilib yotibsan, hech kimga kadastr chiqmayapti. 16 yoshda mashinaga o'tirgizib qo'yib Sabrinani urib yording, yaqinda operatsiyasi bo'ldi, qochib yurding, bilay, dalbayob. Endi bu yerda quta bormi senga? Quta bormi? Bemaza qo'ndi urug'i ko'p deb, bilay. Abbos o'rtog'ingligini bilamiz. Hozir mana shu rasm qo'yib qo'yaman. Endi iltimos qilsa yugurib kelib, "Ey dalbayob, sen ko'rmadingmi u qizni oldiga kirib nimaga intervyu olmading, yiban?" Bu ko'tvatda ikki tomonni ham eshitish kerak. Ana Abbos kartoshkachi, naverno, iltimos qildi shekilli, потому что ikkalasi o'rtoq. Iltimos qildi shekilli, yugurib kelibdi anaqaga, больницаga. Bo'ldi ukam, biz yordam beramiz, bo'ldi. Saunada 16 yoshlilarni klipga olib chiqaman deb sikib yuramiz-u billa. Bo'ldi. Bu joylarda men yordam beraman. Kim bu gap? Bir bemaza intervyuing ko'nglarim aynib ketdi oxirgacha. Ana doktor jurnalistlardan, kameradan qochib yurgan odam qanday rozi bo'lib qoldi senga kameraga tushishga? Bilay, kun o'z keldi, qalampir keldi, chiqmasdan qochib yurdi-yu, qandoqdan rozi bo'lib qoldi. Shunday bilinib qopti, bilay, podstavnoy intervyuligini. Yiban, kirib ko'r, nimaga dokumentlarini tekshirmang, dokumentingizni hozir ko'rsating, diplomlaringizni hozir ko'rsating demading. U vrach ginekolog-ku, qolgani zubnoylar-ku. Dalbayob, kommentariyini o'chirib qo'yibsan, men maza qilib so'kib yozmoqchi edim. Yiban, tuparili, qorni katta, gandon, shunaqa ishonasan ekan shu doktorlarga qoningni oldir, aptini qara baqaloq. Vrachda ahvolni ustuvoshini qara, bilay. Glavvrachda ustuvoshini qara. Ney, glavvraching haqqoniy ekan, prям hammasi haqqoniy deb qayta gapiryapsan. Nimaga aktrisalik qilib o'zini o'likka savolyapti? Ay yuragim deb nima aktrisalik qilyapti? Ahad Qayum, oxirgi situatsiyalardan keyin seni itam uvajat qilmaydi O'zbekistonda. Всё. 16 yoshlilarni aldab seni klipga olib chiqaman, yur, klipga olib chiqaman, yur deb hammani ota-onasini aldab qizingizni zvizda qilaman deb saunalarga olib borayotganingni hamma biladi. Xonsado Star House'ning direktori bilan billa, bu direktorni ham qo'shib olding menda. Gandon biladi. Nech pul berishdi senga? Bekorga aytmaydi, bemaza qo'vindi urug'i ko'p. Kartoshkachi gandon sikivording hammaga iltimos qilar. Mana Abbos ko't sikivording o'sha hammaga iltimos qilib, meni maqtab chiqinglar. Meni bu narsa qilinglar. Qo'lingdan kelmayapti kartoshka, Antoshka, paydom kapach kartoshka sikivording o'sha. Hammani sikivording yalinib. Iltimos meni maqtab chiqinglar deb. Ahad Qayumini qo'lidan qo'toqni ish kelmaydi, потому что ko'ti po'q uni. Ko'ti po'q. Star House'da 300 ta, 400 ta, bir 500 ta odamni anaqasi chiqqani yo'q kadastri. Sabrinani operatsiyasida qochib ketdi, chet elga qochib ketdi. Ozdopani orqasiga yashinib oldi. Endi bunisi bir bemaza bir bitta gapni qaytaraveradi, bitta gapni. Ha, Gandon haqqoniy intervyu qilyapsan ekan. Kokosh o'sha yerda yotibdi. Haqqoniy intervyu qilyapsan ekan, o'sha Kokoshni oldiga kir, Kokoshni oldiga kirib suhbat qil, qornini ochtir doktorlarga. Hech kimga ochtirmayapti. Nimaga Kokoshga vipiska bermayapti? Mana kecha Kokosh bilan gaplashdim, klinika yopiq, ovqat ham olib kelib bermayapti dedi. Kechqurun gaplashdim, klinikani mana hamma dokumenti to'g'ri ekan, nima pechatni tiqib ketishdi klinikani. Yopishtirib ketishdi, mumkin emas deb. Ishlash mumkin emas deb yopib ketishdi klinikani. Kokosh o'zi yakka qolib ketgan, ovqat olib kirishmayapti deydi. Hech kim mendan xabar olmayapti. Vipiska ham bermayapti. Istoriya bolezningni bermayapti, men ketay desam deyapti. Qo'toqqa yolg'on gapirasanmi xalqqa? Ahad Qayum yopib ketdi-ku, bolnitsani. Tekshirib ketib yopib ketishdi-yu, antisanitariya deb. Ha, urut, qo'rqmaysanmi xalqni qarg'ishdan? Ahad Qayum, sen bilan bir kun avariya bo'lib aminga kirib ketasan. Iflos, ana Star House'da ofisida ana Qanchiq bilan yashashingni bilamiz, Sitora bilan. Yaqinda Sabrinani urib ketgan aktrisa bilan yashashingni bilamiz.
Hamma biladi uni. 16 yoshli bilan yashab yurishingni. 16 yoshlikda hamma reklamaga tiqyapsan. Seni nimaga aytadi? Maloletkalarni ishlatayotganga qamamayaptikin. Ahad Qayum, bilamiz, pulini sen olgansan. Mana ozda intervyu berdi-yu. Senga bergan pulini sen olgansan u qizni. Значит, voyaga yetmayotganlarni ishlatib yuribsan ekanda. Hali Sabrina borsin, sutma-sut sen ko'tiga sikadi, qarab turgin. Hali o Delo Sabrinani kutib turishdi, Ozdapa ham, boshqasi ham. U situatsiyada Ozdapani orqasiga yashinib olding pul. Biz artistlar pul to'plab. Sabrinaga to'plab bersang gandon. Sabrinaga to'plab ber, kartasi blok bo'lib qopti. Puli yo'q hozir qiynalib o'tiribdi. Sabrinaga to'plab ber, haromi? Biz artistlar qarab turmaymiz, pul kerak bo'lsa to'plab beramiz. To'plab ber Sabrinaga. Sendaqa haramxo'rlardi deb Ahad Qayum. Ikkita odam bir umrga invalid bo'lib qoldi. Bittasi Sabrina, bittasi Kokosh. Bilasanmi qanchadan keyin bitadi? Bilasanmi abdominoplastikani chirishi? Bilad, gandon, nekroz degani doktorda ошибкасы bilan bo'ladi, boshqa narsa bilan bo'lmaydi. Nekroz только doktorda tupoyligidan bo'ladi xolos. Boshqa bu yerda fakt yo'q. Qanaqa fakt izlayapsan? Asha Abbos ko't iltimos qildi, kelib intervyu olyapsanmi? Haromi? Bu nekroz только doktorda ошибкасы bilan nima tupoysan bilad? Gandon, Sabrinani invalid qilib qo'yding, endi bu yoqqa o'tdingmi?